Umuman atir zoti menga yoqmaydi deganlar uchun mo'ljallangan Mayway nektar atri. Bu atirni sevmaydigani ham sevib boradi, потому что buni sostavida feромoni bor, hidi такой сладкий, прям сладкий emas, lekin приятный сладкий. И buni hidi ochilgandan keyin yana ham nежныйлashadi. И men buni hidini o'zim ham sevaman. Salkam 3 ta flakonini tamom qilganman. Buni atirini menga yoqadigan tomoni, hozir qo'lga kinsam bor. Feromoni bor. Любой odamni quchoqlasangiz yoki xonadada yursangiz, uni hidi qolib ketadi va любой anqaymagan odamni qaraydi. Bilingmi, bu atir sepgan ekan deb so'raydigan qimmat atirlardan bittasi Mayway nektar atri. Keyingisi esa bolli xuddi shunga o'xshashroq, lekin notasi sal boshqacharoq. Bundan persika hidi keladi, ya'ni немножко fruktoviga tortadi mana bu krishkaligi. No, stoykasi jihatdan juda ham stoyk atirlardan bittasi hisoblanadi.